Assalomu alaykum, hurmatli 1S 3.0 tahriri buxgalteriya dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video mavzu 1S dasturida markirovka operatsiyalari. Markirovka bilan ishlash va asl belgi sayti bilan integratsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lish uchun birinchi navbatda EDO bo'limidagi учетный запись EDO, ya'ni hisob qaydnomasi bo'lishi shart. EDO hisob qaydnomasini yaratish alohida videoda ko'rib chiqilgan edi. Endi esa настройка EDO kriptografiya bo'limidagi asl belgisi qatoriga o'tamiz. Quyidagi ochilgan oynada yuqoridagi выключить работ под системой, ya'ni tizim bilan ishlashni yoqish qatorida bayroqcha o'rnatiladi va направить запрос va testовую среду, ya'ni so'rovni test muhitiga yo'naltirish bayroqchasi esa olib tashlanishi kerak. So'ngra проверить подключение tugmasi bosiladi. So'ngra pastki qatorda дополнительный настройка qismi joylashgan va дополнительный настройкада esa quyidagi tip tovarlar, ya'ni tovar turlari joylashgan. Ushbu дополнительный настройка bo'limida markirovka qilinadigan tovarlar uchun avtomatik ravishda qo'yiladigan tovarlar turini tanlash mumkin. Bunda tovar turi bevosita kirim va realizatsiya hujjatlarida foydalanuvchi tomonidan mustaqil ravishda o'zgartirilishi ham mumkin. Bu foydalanuvchining qulayligi uchun yaratilgan bo'lim hisoblanadi. Endi esa markirovka qilish mumkin bo'lgan hujjatlarga o'tamiz. Bular покупка va продажа bo'lib, birinchi bo'lib покупка bo'limidan boshlaymiz. Покупка bo'limida пособийный akt nakladniy qatoriga o'tamiz. Markirovka qilish mumkin bo'lgan hujjatlarga o'tamiz. Kirim hujjatlaridan boshlaymiz. Buning uchun покупка, ya'ni xaridorlar bo'limida пособийный akt nakladniy bandidagi bironta bir alohida bir hujjatni tanlab olamiz. Kirim hujjatlari alohida videoda batafsilroq ko'rib chiqilgan edi. Hozir esa allaqachon yaratilgan biron bir hujjatni ko'rib chiqishimiz mumkin. Buning uchun masalan deylik, quyidagi покупкamizni ustiga bosamiz va quyidagi oyna ochiladi va ochilgan oynada tovarlarning kirim hujjatida markirovka bilan ishlash uchun tovar markirovi bandida bayroqcha, ya'ni galочка o'rnatilishi zarur. Agar EDO orqali yuklangan kirim hujjatida hisob faktura yuborish paytida markirovka kodlari ko'rsatilgan bo'lsa, tovar markirovkalangan bayrog'i allaqachon qo'yilgan bo'ladi. Bu jadval qismining markirovka maydonida markirovkalanganda ko'rsatiladi, ya'ni quyidagicha. Agar markirovkalanmagan tovar to'ldirilsa, quyidagicha ne markirovан, ya'ni markirovkalanmagan degan yozuv chiqadi. Markirovka kodlarini belgilash uchun markirovka ustunidagi havolaga o'tish kerak. Mana quyidagilardan. So'ngra quyidagi tovarning markirovka shakli ochiladi. Markirovka quyidagi usullar bilan kiritilishi mumkin. Kirim hujjatlarida yuklanayotganda agar yetkazib beruvchi hisob fakturada yuborishda tegishli ma'lumotlarni ko'rsatgan bo'lsa, avtomatik tarzda kiritiladi. Shuningdek, foydalanuvchi markirovka kodlarini mustaqil ravishda qo'lda kiritishi mumkin. Ya'ni добавить tugmasi orqali quyidagicha qo'lda kiritib borsa bo'ladi yoki yana bir usuli quyidagi выгрузка и загрузка kodovni bosgan holda quyidagi qatorlarda Excel orqali yuklash ham mumkin. Ya'ni buning uchun nima qilish kerak? Kod markirovka qatorida xohlasak buni qo'lda quyidagi shaklda kiritishimiz mumkin yoki deylik bizda Excel shaklida markirovka kodlari bo'lsa, ulardan kopirovka olgan holda quyidagicha belgilab qo'yishimiz mumkin. Quyida ma'lumotlarni kiritgandan so'ng yuqoridagi загрузить tugmasini bossak, o'zi avtomatik ravishda ma'lumotlarni yuklab beradi. Bunda agar mavjud markirovka kodlarini quyidagicha добавить qilib qo'shsak agar, pastda вид списка уже есть markirovka с kodom deb kod raqami chiqadi. Ya'ni bir xil markirovka kodni ikki marta qo'shganda o'zi avtomatik ravishda bizga xabar chiqazib beradi. Quyida выгрузка и загрузка kodovni qayta bosamiz. Agar Exceldan kodlar yuklanayotganda Excel formatidagi jadvalda tip upakovki, ya'ni qadoq turi ko'rsatilmagan bo'lsa, programmadan tip upakovki для skanirованиеdan tanlab olish mumkin. Quyidagi потребительская упаковка, ya'ni quyidagi tip upakovka для skanирования qatorida quyidagi потребительская упаковка, групповая упаковка, транспортная упаковка bo'lishi mumkin. Agar EDO sozlamalarida mahsulot turi standart bo'yicha belgilangan bo'lsa, u hujjatlarga ham standart bo'yicha qo'yiladi. Bunda foydalanuvchi uni mustaqil ravishda o'zgartirishi mumkin. Kodlarni yuklashning yana bir usuli maxsus markirovka skanerlari yordamida yuklash mumkin. Agar u 1S tizimi bilan integratsiyalangan bo'lsa, markirovka kodlarini skanerlashda bunday kodlar tegishli bayroqcha bilan belgilanadi. Quyidagicha bayroqcha bilan belgilangan bo'ladi. Quyida e'tibor qaratsak agar ikki xil markirovkalangan kodlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bayroqcha orqali yuklanganlar bular asosan skaner orqali yuklanganlar hisoblanadi. Bayroqchasiz yuklanganlar esa bular qo'lda qo'shilgan hisoblanadi. Shuningdek, markirovka kodlarini tekshirish imkoniyati ham mavjud. Asl belgisi tizimi bilan faol integratsiya mavjud bo'lsa, markirovka kodlarini tekshirish buyrug'idan foydalanish mumkin. Ya'ni проверить kod markirovka tugmasi bosiladi.
Proverit kod markirovkani bosganda quyidagi oyna shakllanadi. Shundan so'ng agar tafovut bo'lsa, tahlil uchun tegishli hisobot chiqariladi. Распаковать kod upakovki qadoq kodlarini ochish tugmasi orqali asl belgisi tizimiga muvofiq qadoq kodlarini ochish mumkin. Yuqorida Privacy tugmasini bossak, quyidagicha bizga xabar kelishi mumkin. Ya'ni bu xabarning mazmuni agar markirovka kodlari soni ko'rsatilgan nomenklatura soniga mos kelmasa, tegishli xabar chiqadi. Bu xabar bildirishnoma hisoblanadi va u mavjud bo'lsa ham hujjat o'tkaziladi. Quyida e'tibor qaratishimiz mumkin. Количество qatorlarda hammasida bittadan markirovka kodi belgilab o'tilgan. Quyida markirovkani ustiga bossak, quyida ikkinchi qatordagi tovarimizda ikkita markirovka kodi bor. Shuning hisobiga yuqoridagi Privacy tugmasini bosganda quyidagicha bildirishnoma chiqyapti. Endi realizatsiya hujjatlarida markirovka kodlarini to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Продажи menyusidagi realizatsiya akt nakladniy bo'limiga kiramiz. Realizatsiya hujjatlari alohida videoda batafsilroq ko'rib chiqilgan edi. Hozir esa qilingan ishlardan biron bir hujjat bo'yicha markirovka operatsiyalarini ko'rib chiqamiz. Quyida asosiy rekvizitlar to'ldiriladi. Shuningdek, markirovka bilan ishlash uchun tovar markirovka qatoriga galochka, ya'ni bayroqcha o'rnatiladi. Ushbu galka qo'yilgandan keyin bunda realizatsiya hujjatlarida hujjat turini belgilash imkoniyati paydo bo'ladi. Bunda Sazdan skanирование, отсканирование и готов tugmalari formatida bo'lishi mumkin. Bu markirovka qiluvchi, ya'ni markirovщик huquqiga ega bo'lgan foydalanuvchi uchun zarur bo'lib hisoblanadi. Agar hujjat holati skanerlashga deb belgilangan bo'lsa, ushbu hujjat markirovka qiluvchi, ya'ni markirovщик huquqiga ega foydalanuvchida aks etadi. Bu foydalanuvchining boshqa hujjatlarga kirishi cheklanganligi sababli uning ro'yxatida faqat shu hujjatlar ko'rsatiladi. Keling bir misolda ko'rib chiqamiz. Buning uchun faqat bir dasturda faqat markirovka qiluvchi huquqiga ega foydalanuvchi tomonidan ochilganda unga sotuvlar bo'limi, ya'ni realizatsiya jurnali, realizatsiya akt nakladniy ochiq bo'ladi. Ya'ni продажа qismidagi realizatsiya akt nakladniy. Bunda ham bo'lib ham hamma hujjatlar ko'rinmaydi, faqat markirovka qilingan tovarlari bor hujjatlar ko'rinadi. Bunda uning sotuv ro'yxatlarida faqatgina rekvizitda tovar markirovkalangan maqomi skanerlash uchun belgilangan hujjatlargina aks etadi. Markirovka qiluvchi huquqiga ega bo'lgan foydalanuvchiga sotuv hujjati rekvizitlarini o'zgartirishga ruxsat berilmaydi. Ya'ni quyida belgilangan biron bir ma'lumotni o'zgartirish huquqiga ega emas bo'lib hisoblanadi. Faqatgina markirovka qatorini bosganda markirovka qatorlaridagi kodlarni o'zgartirish yoki qo'shish yoki olib tashlash imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, skanerlash tugagach, yuqoridagi tovar markirovka qatorida markirovka qiluvchi maqomini отсканирование, ya'ni skanerlandiga o'zgartirish mumkin. Ushbu hujjat o'tkazilganda maqomi o'zgargani sababli u markirovka qiluvchining jurnalida yo'qoladi. Quyida отсканирование bosib, Privacy tugmasini bosamiz. Skanerlangan hujjatlarning maqomi faqat kengaytirilgan huquqlarga ega bo'lgan foydalanuvchiga o'zgartira oladi. Mana quyida Privacy'ni bosganimizdan so'ng, quyida skanerlandiga o'tkazganimizdan so'ng 3 ta ro'yxatdan ikkitasi qoldi. Endi markirovka kodlarini to'ldirishga qaytamiz. Tovar markirovka qatoridagi skanerlangan отсканированиеga o'zgardi. Markirovkalangan tovarlarni ko'rib chiqamiz. Kirim qilishdagi kabi markirovka to'g'risidagi ma'lumotlarni foydalanuvchi tegishli qatorlarga qo'lda to'ldirishi, kodlarni eksport va import qilish orqali Excel formatidagi hujjatdan yuklab olishi, shuningdek markirovka kodlarini skaner yordamida skanerlashi mumkin. Agar hujjatda masalan transportniy upakovka belgilangan bo'lsa, распаковать kod markirovka, ya'ni markirovka kodlarini yoyish buyrug'idan foydalanish mumkin. Распаковать kod markirovka buyrug'ini bosganimizdan so'ng tegishli xabar chiqariladi va sinxronizatsiya yakunlanganini ma'lum qiladi. Shuningdek, markirovka kodlarida nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, dastur nomuvofiqliklar to'g'risida hisobot shakllantirishni taklif qiladi. Buni keyinroq ko'rib chiqamiz. Markirovka kodlari yoyilgandan so'ng kodlar avtomatik tarzda yoyiladi. Потребительский upakovka haqidagi ma'lumotlar to'ldiriladi va transportniy upakovka to'g'risidagi ma'lumotlarga qo'shimchalar kiritiladi. Bu asl belgisi saytiga muvofiq avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Проверить kod markirovki, ya'ni markirovka kodlarini tekshirish tugmasi bosilganda ushbu hujjatda yo'l qo'yilgan xatolar to'g'risidagi tegishli hisobot shakllantiriladi va quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Tovarlarning markirovka kodlari asl belgisi tizimi bilan tekshirish bir nechta parametrlar bo'yicha amalga oshiriladi. Tashkilotga tegishliligi markirovka kodlari asl belgisi tizimida tashkilotning siri bo'yicha ko'rsatilishi kerak. Agar tashkilotning siri bo'yicha kodlar topilmasa, hisobotda xabar beriladi. Ushbu markirovka kodlari asl belgisidagi tashkilotdagi tegishli emas degan mazmundagi.
Tovar turi agar kodlar asl belgisidagi tashkilotga tegishli bo'lsa, jadvallarning markirovka ustunida ko'rsatilgan tovar turi asl belgisi tizimidagi tovar turlari bilan solishtiriladi. Tovarlarning markirovka kodlarini asl belgisi tizimi bilan tekshirish bir nechta parametrlar bo'yicha amalga oshiriladi. Tashkilot tegishliligi markirovka kodlari asl belgisi tizimi tashkilotining siri bo'yicha ko'rsatilishi kerak. Agar tashkilotning siri bo'yicha kodlar topilmasa, hisobotda xabar beriladi. Ushbu markirovka kodlari asl belgisidagi tashkilotga tegishli emas degan mazmundagi. Tovar turi agar kodlar asl belgisidagi tashkilotga tegishli bo'lsa, jadvallarning markirovka ustunida ko'rsatilgan tovar turi asl belgisi tizimidagi tovar turi bilan solishtiriladi. Tanlangan tovar turiga mos kelmaydigan kodlar xabarda ko'rsatiladi. Kod maqomi sotuv vaqtida markirovka kodlari asl belgisi tizimida tushirilgan yoki muomalaga kiritilgan maqomda bo'lishi kerak. Agar tekshiruv vaqtida asl belgisi tizimida boshqa turdagi maqomlar aniqlansa, hisobotda markirovka kodining maqomi mos kelmadi degan xabar beriladi. Shuningdek, tip upakovka, ya'ni o'ram turi ham tekshiriladi va agar jadvallarda ko'rsatilgan tip upakovka asl belgisi tizimidagi tip upakovkaga mos kelmasa, markirovka kodi asl belgisi tizimida ko'rsatilgan tip upakovkaga ko'chiriladi va hisobotda xabar beriladi. Markirovka kodlari tip upakovkaga qarab ko'chirildi degan ma'nodagi. Skanerlash jarayoni asl belgisi raqamli markirovkalash tizimida belgilangan belgi soniga, mahsulot va qadoq turiga qarab iste'mol qadog'i uchun 25 ta belgi va guruhli qadoq uchun 31 ta belgi, transport qadog'i bundan mustasno bo'lishi kerak. Asoslangan holda markirovkalash kodlarini saralashni o'z ichiga oladi. Проверить kod markirovki va распаковать kod markirovki, markirovka kodini tekshirish va markirovka kodlarini yoyish funksiyalari faqat ITS obunasi mavjud bo'lgandagina ishlaydi. Shuningdek, quyidagi markirovka kodlar qatoriga takroriy ravishda yana markirovka kodi kiritilsa, quyidagicha xabar chiqadi. Ya'ni ushbu ro'yxatda quyidagi kodlik markirovka bor degan ma'noda. So'ngra сохранить zakrit tugmasini bosamiz. Yuqorida провести tugmasi bosilsa, quyidagi xabarlar chiqadi. Ya'ni hujjatning o'tkazishda markirovka kodlarining takrorlanishi aniqlanganligi to'g'risidagi xabar berilishi mumkin. Bunda kodning o'zi va takrorlangan satrlari ko'rsatiladi. Quyida markirovka kodlari soni tovar количество soniga to'g'ri kelmaganligida quyidagicha ogohlantirish xati chiqadi. Ammo bu ikkala xabar ham axborot xususiyatiga ega bo'lib, ular mavjud bo'lgan taqdirda ham hujjat muvaffaqiyatli o'tkaziladi. Markirovkalangan tovarlar bilan hujjatlarni o'tkazishning yana bir o'ziga xos xususiyati провести tugmasini bosganda, masalan, ko'rishimiz mumkin, quyidagicha oyna shakllanadi. Ushbu oynada bu tanlangan kodlarning allaqachon mavjud bo'lgan hujjatlarda ishlatilganligini tekshirishdir. Bunday hujjatlar o'tkazilayotganda tegishli xabar chiqariladi. Bu kodlar avval ishlatilgan va ushbu hujjatlarda foydalanilgan hujjatlar hamda kodlar ko'rsatiladi. Shunga qaramay, hujjat baribir o'tkazilaveradi, chunki bunday xabarlar faqat bildirishnoma hisoblanadi. Shuningdek, iste'mol qadog'ining markirovkalash kodlari soni tovarlarning kelib tushish hujjatlarning o'xshash miqdorga mos kelmasligi haqida xabar berilishi mumkin. Oldin aytganimizdek, quyidagicha.